Ota-ona o'ylanmaydi, qayerga borib hujjat ochsa ekan deb. Uni ham o'zimiz qilib beramiz. O'zimda hattoki markazimdagi bolalar dodlayapti. Shohruh aka, nimaga gapingizga kirmadi? Kazarma hayotga moslashish jarayoni bor. Bunda masalan kirgan kursantlarda eshitganman, poligondan ko'plari qochib ketgan. Nimadir erisha olmasangiz, bunda ustozni ayblamang. Avvalo o'zingizni ayb qiling. Masalan, Jamoat xavfsizligi universiteti deydi, qaysi yo'nalish desam, bilmayman deydi. Har bitta sohani psixologiyasini alohida o'rgandim. Misol uchun, o'zini mutaxassisligi va ikkinchisi yurist. Ya'ni uni bitirgandan so'ng siz grajdanlik sohalarda yurist bo'lishingiz mumkin. 2 oy qolganda proходной ball 180 dan yuqori bo'lgan harbiy oliygoh olib kelyapti. Savol, qanaqasiga? Siz hozir 2 oy qolganda 5 ta fandan mana bolani tayyorlab bering deyapti. Abituriyentlik holatda o'zlarini 1 soat qo'shimcha, 2 soat qo'shimcha vaqtlari va undan keyin yana darslar, ko'proq bilim olish. Endi mana eshityapman, ajoyib savollar ota-onalarimizda 2 oy qolganda olib kelgan bo'lasiz. Ichki ishlar vazirligi tarkibiga kiruvchi 3 yo'nalish, ya'ni yo'l patrul, post patrul va pasport tizimi takomillashtirish yo'nalishlarida qizlar qabul qilinadi. Ish bozorida siz bitirganingizdan so'ng oxirida kelganda siz hattoki prezident xavfsizligi o'tkazib qolishingiz mumkin. Davlat granti asosida o'qish. Barchaga assalomu alaykum. YouTube kanalimizda bizni qo'llab-quvvatlab, doimiy bizga obuna bo'lib kelayotgan do'stlarimizga. Xo'p, bugun sizlarga juda ham bir ko'p muhokama sabab bo'lgan harbiy oliygoh, ya'ni Jamoat xavfsizlik universiteti haqida batafsil gaplashamiz. Ushbu oliygohni kirish talablari, nizom, o'qishlar yoki unda berilgan ligotalar, bitirgandan keyin qayerda ishlash mumkin yoki imtihon fallari, saralash bosqichlari haqida batafsil sizlar bilan bugun suhbat quramiz. Yaxshilab o'rnashib oling, eng go'shtli bo'lgan ma'lumotlarni berishda davom etamiz. Endi sizlardan bir narsa, o'zimga bo'lgan bir qanaqadir motivatsiya uchun sahifamizga qarzga bo'lsa ham obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Xo'p, Shohruh aka, bugun siz bilan xudo xolasa YouTube'dagi obunachilarimizga Jamoat xavfsizlik universiteti haqida gaplashar ekanmiz. Keling, shu haqida oldin Jamoat xavfsizlik universiteti qayerda joylashgan, qanaqa imkoniyatlarga ega, qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Jamoat xavfsizlik universiteti oldingi nomi Milliy gvardiya institutlarida, keyinchalik Jamoat xavfsizlik universiteti deyildi. Ushbu universitet joylashgan joyi Toshkent viloyati Zangiot tumanida joylashgan. Ushbu universitet ikkita vazirlik tarkibiga kiradi. Ya'ni birinchisi Milliy gvardiya qo'mondonligi, ikkinchisi Ichki ishlar vazirligi tarkibidagi yo'nalishlarda mujassamlashgan harbiy oliygoh sanaladi. Harbiy oliygoh. Albatta. Tushunarli. Xo'p, ushbu oliygohlarda kirish talablari, imkoniyatlari qanaqa inson uchun shart-sharoitlar yaratilgan, bitiruvchilarga qanaqa imtiyozlar beradi aka shu oliygohlar? Xo'p, birinchisi kirish talablarida bu yildan boshlab yangi o'zgarish bo'ldi. Hukumatning tegishli qaroriga binoan Milliy gvardiya yo'nalishlarida umuman qizlar qabuli bekor qilindi. Bu yildan kirish mumkin emas endi. Qizlar qabul bekor qilindi. Ya'ni qachon tiklanishi mumkin, lekin hozircha bekor qilindi. Ichki ishlar vazirligi tarkibiga kiruvchi 3 yo'nalish, ya'ni yo'l patrul, post patrul va pasport tizimi takomillashtirish yo'nalishlarida qizlar qabul qilinadi. Bunda qabul jarayonlarida Milliy gvardiya yo'nalishlarida 1-fevraldan boshlab 1-aprel sanasigacha tuman mudofaa ishlari bo'limi, ya'ni voyenkomат orqali, ichki ishlar tarkibiy yo'nalishlarida tuman ichki ishlar bo'limlari orqali 1-fevral sanasidan 1-aprel sanasigacha qabul qilinadi. Tushunarli. Qarang, ushbu oliygohda o'qish jarayonida talabalarga qanaqa imtiyozlar beriladi? Bitirgandan keyin qanaqa imtiyoz beriladi? Tushunarli. Ya'ni birinchisidan boshlayman. Bu Milliy gvardiya yo'nalishlarimizda o'qish muddati 4 yil, ichki ishlarda 3 yil, ya'ni tarbiya yo'nalishlarida. Xo'p, o'qish nima imkoniyat beradi? Birinchidan, to'liq davlat granti asosida o'qish. 100% grant. Ikkinchisi, yotoqxona, bepul yotoqxona, 3 mahal ovqat. Xo'p, bitirganda qarang, armiyaga borib kelganlik haqida harbiy guvohnoma beriladi. 4 yil davomida o'qib albatta armiyaga bormaydi. Zo'r. Ikkinchisi, buni bitirganda zvaniya, leytenant beradi. Uchinchisi, shunaqa ichidagi harbiy sohalari borki, unda huquq sohalari bor uchun, xavfsizlik huquqiy harbiy hamkorlik yo'nalishlarida unda diplomiga 2 ta beradi. Ya'ni yurist degan diplom. Yuristdan chiqish mumkin. Albatta. Ya'ni o'zini mutaxassisligi va ikkinchisi yurist. Ya'ni uni bitirgandan so'ng siz grajdanlik sohalarda yurist bo'lishingiz mumkin. Endi shu joyda bir qo'shimcha o'rinda aytib o'tishim kerak. Ko'pchilik so'raydi, Shohruh aka, yuridik universitet bilan harbiy sohalar bitirganda yurist diplomi farqi bor deydi. Bu shaxsiy o'zimning fikrim.
u diplom sal yuqoriroq. Nimaga? Sababini tushuntiraman. Harbiy oliygoh bitirganlar yurist diplomini olganda harbiy organlarda yurist bo'lib ishlashi mumkin. Lekin yuridikani bitirganlar harbiy organda yurist bo'lib ishlolmaydi. Kira olmaydi. Bu narsa qiyinroq. Demak, sal nimasi kuchliroq darajasi. Albatta. Yana bitta omil bor, unda 3 yil o'qib, misol ichki ishlar tizimida 3 yil o'qib, yuristika diplomiga bo'ladi. Unda 4 yil, unda 3 yil. Kontrakt yo'q, 100% grant. Grant o'qiydi. Albatta. Zo'r. Bitirgandan so'ng ish bilan ta'minlanish Ish bilan ta'minlash darajasi qanaqa? 4-kursda ish bozori bo'ladi. Xo'p. Mana bitta narsa o'rchining, Jamoat xavfsizligi universitetini bitirib, faqatgina Milliy gvardiya tizimida ishlayman ekan degan tushuncha bo'lmasin. Xo'p. Ish bozorida siz bitirganingizdan so'ng oxirida kelganda siz hattoki prezident xavfsizligi o'tkazib qolishingiz mumkin. Davlat xavfsizligi o'tkazib qolishingiz mumkin. Yo'nalishni o'zgartirsa bo'ladi deyman. Ya'ni ish bozorida salohiyat bilimingizga qarab turib, boshqa sohalarga o'tkazib qolishingiz mumkin. Ish bozorida kimlar, qaysi korxonalar kelishi mumkin? Davlat xavfsizligi, prezident xavfsizligi, ichki ishlar organlari, hop, gvardiyani o'zi keladi, misol uchun. Hattoki shunaqa holatlar bo'lganki, o'zimiz eshitganmiz, harbiy prokuraturaga o'tgan odamlar eshitganman. To'g'ridan to'g'ri. Bitirishiga. Ush suhbat jarayonida o'zi qo'zg'ab ketaveradi. Albatta. Zo'r gap yo'q. Xo'p, navbatdagi savolimiz, ushbu universitetga kirish osonmi yoki qiyinmi aka? Bitta narsa aytaman, o'qigan odamga oson. Misol uchun, qarang. Mana hozirgi paytda abituriyentlarda endi eshityapman, ajoyib savollar ota-onalarimizda 2 oy qolganda olib kelgan bo'lasan. 2 oy qolganda проходной ball 180 dan yuqori bo'lgan harbiy oliygoh olib kelyapti. Savol, qanaqasiga? Siz hozir 2 oy qolganda 5 ta fandan mana bolani tayyorlab bering deyapti. 11 yil o'qib ta'lim olmagan bolaga 2 oyda qanaqa ta'lim berish mumkin? Shu narsa uchun men aytaman, o'qigan odamga albatta oson. Va bu harbiy oliygohlar faqat bilim tomonlama, jismoniy, dunyoqarashi, psixologik tomonlama ham mukammal darajaga yetgan abituriyentlarga kirish juda ham oson. Demak, o'qisa kirsa bo'ladi. Albatta. Zo'r. Bu yerda korrupsiya, pul, tanish bilish tushuncha yo'q. Bilim bo'lsa, Albatta. harakat bo'lsa, gap yo'q. Keyingisi kirish imtihonlari qanaqa bo'ladi, qay tartibda bo'lib o'tadi? Xo'p, bunda saralash bosqichlari va asosiy imtihon bosqichlari mavjud. Bunda birinchisi hujjat yig'ish jarayonidan so'ng jismoniy tarbiya imtihonlari, psixologik testlar bo'lib o'tadi. Bunda saralashdan o'tganingizdan so'ng tibbiy ko'rik, tibbiy ko'rikdan keyin oxiri test jarayoni bo'ladi. Test jarayonlari Jamoat xavfsizligi universitetining 10 dan ortiq yo'nalishlarida imtihon fanlari hammasida har xil. U belgilab Vazirlar Mahkamasi qaroriga binoan belgilab qo'yilgan, ya'ni o'sha fanlarga binoan test jarayoni bo'lib o'tadi. Tushunarli. Xo'p, sport va jismoniy testlar qiyinmi? Qanaqa tartib bo'ladi? Yo'q, jismoniy tarbiya imtihonlari juda ham oson. 3 kilometr cross, 100 metr yugurish va turnik. Nechta turnirda o'tinish? Turnik 12 dan yuqori. Ha, bitta bo'ladi. Xo'p. Suhbat jarayoni ham bo'lib o'tadi deyapsiz. Suhbat jarayonida o'quvchilar topshirmoqchi bo'lganlar nimalarga e'tibor berish kerak? Hop, suhbat jarayonlarida har bitta bolani o'zini dunyoqarashida, fikrlashida, hozirgi paytga bo'ladigan o'zini fikri yoki bo'lmasa nima uchun aynan shu sohani tanlaganligini asoslab bera olsa bo'ldi. Juda qiyin emas qanaqadir. Yo'q, suhbat jarayoni qiyin emas. Xo'p, kirishdan oldin tayyorgarlik uchun nimalar qilsak bo'ladi? Xo'p, birinchi tavsiyam topshiriq mutaxassislik fanini aniqlashtirish olsin. Ko'p bolalarda tushuncha yo'q. Masalan, Jamoat xavfsizligi universiteti deydi, qaysi yo'nalish desam, bilmayman deydi. Chunki u yerda 10 dan ortiq yo'nalish bor, imtihon fani hammasida har xil. Fanlari ham boshqa. Fanlarni aniqlashtirib olish kerak. Ikkinchisi, o'sha fanlardan hammasidan, mana bu yildan huquq fanidan chiqdi, hammasidan milliy sertifikat testlarini, ya'ni milliy sertifikatlarga ega bo'lish kerak. 189 ballda 10-sinfda bitirganda tayyor bo'lish kerak. O'shanda kirish foizi, misol uchun sabiyatni siqib qo'ydingiz. 80-90% bor. Albatta. Ozgina harakat qilib, xuddi shunaqa. Sog'liqqa yaxshi qarab, albatta bu narsa bemalol qilsa bo'ladi. Zo'r. Xo'p, keyingi savolimiz, kun davomida kursantlar, talabalar nimalar bilan band bo'ladi? Vaqt qanaqa taqsimlanadi? Vaqtlari asosiy kunda 3 yoki 4 para darslar, undan keyin jismoniy tarbiya mashg'ulotlari, o'zlari tanlagan sport turlari bo'yicha yoki qo'shimcha manbalar asosida darslar. Obeddan keyingi holatda o'zlarini 1 soat qo'shimcha, 2 soat qo'shimcha vaqtlari va undan keyin yana darslar, ko'proq bilim olish. Va umumiy olganimizda, misol Milliy gvardiyani o'zini tizimlaridagi ko'proq o'zini tizimiga olib kiruvchi mutaxassislik fanlaridan yoki suhbatlar, konferensiyalar bo'lib o'tadi. Misol uchun biz bilamiz Milliy gvardiyani maxsus otryadi bor, Qalqon. Bu narsa Qalqon va o'shanga kirmoqchi bo'lganlar ham, misol universitetni bitirganda o'sha qiziquvchilar bo'lsa, ichida tayyorgarlik ko'rishlari mumkin. Tushunarli. Xo'p, aka, o'qish jarayonida tartib, intizom, qiyinchiliklar
qanaqa o'quvchilik tug'diradi misol uchun yerda? Hop, qarang, bitta narsa. Qiynalib qolmaydimi demoqchimanda o'quvchilar? Yo'q, u yerda asosan misol uchun hozirgi kunda hamma narsalik kurslar uchun degan tushuncha bor. Bu yerda asosan bilim salohiyatini yuqori ol, boshqa narsaga aralashtirilmaydi. Mehnat, ish yoki shunga o'xshagan narsalar. O'zini mutaxassisligi, spes yo'nalishlari bo'yicha maxsus tayyorgarlikdan o'tadi va kuni davomida o'zini mustaqil vaqtlari ham mavjud. Ya'ni o'ziga vaqt ajrata oladi. Hech qanaqa unaqa boshqa narsalar yo'q. Tushunarli. Xo'p, kursantlar bir-birlari bilan qanday munosabatda bo'lishlari kerak bo'ladi? Hurmat birinchi o'rinda. Misol uchun armiyaga borgani bundan nechadir yil oldin detashing degan tushunchalar bor edi. Harbiy tizimda qancha yo'q. Misol uchun 1-4-kursgacha bir-birini hurmat tarzida qiladi bo'ldi. Hurmat qilib munosabat bildiradi bir-biriga. Hattoki shu guvoh bo'lganmiz, kichkina kurslar, yuqori kurslar biriktiriladi va ularga moslashib ketish jarayonlarini yanada tezlashtirishga yordam beriladi. Katta kurslar yordam beradi. Albatta. Zo'r. Xo'p, dars va mashg'ulotlardan tashqari yana nima bilan qilsa bo'ladi uni shug'ullanib o'quvchilar? Til kurslari joriy qilingan. Xo'p. Birinchisi. Ikkinchisi turli xil sport turlari. Uchinchisi, hozirgi zamonga mos bo'lishlari uchun IT texnologiyalarini hatto u yerga olib kirishibdi. Ya'ni o'rgatish maqsadida. Shtoy kurslar ham bor. Albatta. O'qib harakat qilsa bo'ldi. Xuddi shunaqa. Xo'p, universitetdagi eng qiyin mashg'ulotlar qaysilarga, qaysi fan bo'lishi mumkin? Ko'proq mutaxassis fanlari. Misol uchun deylik, misol tushuntiraman. Masalan, psixologiya yo'nalishi bor. Jamoat xavfsizligi yo'nalishi bor, psixologiya yo'nalishi. U yerda imtihon fanlar biologiya tilidan kiriladi. Ichkarida har bitta sohani psixologiyasini alohida o'rganiladi keyin. Misol uchun mana bitta narsa bor-da. Jinoyatchini psixologiya yoki bo'lmasa jinoyat psixologiya umuman olganimizda shunga har bitta nima deydi, gumonlanuvchi yoki ayblanuvchi shaxs bilan o'rtada psixolog gaplashadi-da. Aynan uni nima uchun bu ishni qilgani yoki shu sohaga kirib borishda o'zidagi mashaqqatlari bor. Bitta buni misolga tariqasida tushuntirdim. Tushunarli. Ushbu oliygohga kirish uchun o'quvchilar necha yoshda harakat qilishni tavsiya berasiz? Xo'p. Va nimalarga e'tibor berish kerak? Birinchisi, 8-sinfga o'tgandan keyin 9-sinfda aynan Jamoat xavfsizligi universitetida Timur Beklar maktabida o'qishda tavsiyam birinchisi. Agar 8-sinf bo'lsa. Ha. Ikkinchi tavsiyam, Xo'p. 9-sinf bitirgan bo'lsa, 10-sinfda 1 yil mobaynida o'zini yo'nalishini aniqlab olib, fanni aniqlab, 4 5 fandan milliy sertifikat olishi. Ya'ni bu 10-sinf 16 yoshdan boshlanadi. Bor fokusni qaratadi. Albatta. Va o'shani o'zi yetadi. 11-sinflarda 11-sinfda sal harakatni kuchaytirish kerak, chunki u maksimal bosish kerak. Albatta. 11-sinfga o'tganda bemalol hamma hali yurgan payti u bola bemalol dokumentatsiya boshlanadi. Dokumentlarini, tibbiy ko'riklarini. Mana hozir o'zimda hattoki markazimdagi bolalar dodlayapti. Shoir aka, nimaga gapingizga kirmading deb. Tibbiy ko'rik yurib dars yegan vaqti yo'q. Vaholanki o'qishdan qolib ketyapti. Shunaqa holat. Albatta. Iloji yo'q, kech boshlagandagi ayb o'zida. Albatta. Shu joyda bir narsa qo'shimcha qilib o'tmoqchiman. Hurmatli abituriyentlarga bitta tavsiyam bor. Siz agar bir o'quv markaziga borib, ta'lim olib, bilim olib nimadirga erisha olmasangiz, bunda ustozni ayblamang. Avvalo o'zingizni ayb qidiring. Chunki mana o'zimizda ham shunaqa hot ko'p bo'ldi. Bizni o'qib turib bittasi aytibdi, 6 oyda turk tili o'qib ham ololmadim degan narsani keyin men unga chaqirib tushuntirdim. Bir oyda 12 dars bo'lsa, 7 tasida qatnashgan. Vazifalar qilmagan va oxir-oqibat ota-onasiga yana biz aybdordi. Ya'ni shu narsa bo'lganda tangani ikkala tarafni ham hisobga olish kerak. Faqat ustoz emas. Faqat ustozda emas, bu abituriyent o'zidan ham qidirish kerak. To'g'ri. Yana bitta narsasi bor, kazarma hayotga moslashish jarayoni bor. Bunda masalan kirgan kursantlarda eshitganman, poligondan ko'plari qochib ketganlar. Masalan, poligon yoki kazarma hayotga chidolmaganlar ham ko'p. O'lik o'qchi kirgan lekin. Albatta. Demak, chidamli, bardoshli ham bo'lish kerak. Albatta. Zo'r. Xo'p, Shohrux aka, ushbu oliygohga tayyorlanmoqchi bo'lgan yoki farzandini ushbu oliygohda grant asosida o'qitib, ish bilan ta'minlashni kelajagini ko'rmoqchi bo'lgan ota-onalar yoki o'quvchilarga tavsiyalaringiz va qanaqa imkoniyatlar bor Kosium Schoolda? Bunda biz o'sha Jamoat xavfsizligi universitetini ham Timur Beklar maktabiga, ham oliy ta'lim muassasasiga o'zi tanlagan sohasi bo'yicha barcha fanlari, psixologik suhbat jarayonlaridan tortib jismoniy tarbiya imtihonlarigacha tayyorlab beramiz. Noldan. Hujjat yig'ish jarayonidan. Ota-ona o'ylanmaydi, qayerga borib hujjat olishsa ekan deb. Uni ham o'zimiz qilib beramiz. Uni ham o'zimiz olib boramiz. Bolani har bir imtihonga o'zimiz olib kelyapmiz. Ya'ni bunda ham ota-onani ortiqcha urintirmaslik va bolada ham hali qiyinchilik tug'dirmaslik maqsadida qilingan shu ishlarimiz. Va mukammal darajada bitta joyda hamma fanlar tayyorlanadi.
Ha, hali ikkiga bor, hali birga bor degan narsa yo'q, ha? Bunaqa tushuncha yo'q. Otangga bor, onangga bor Albatta. deb gap yo'q, zo'r. Ha, bo'lmasa aka, pastda raqamlar qoldirib qo'ysangiz, Albatta, shu raqamlarga bemalol shu sohaga qiziquvchi topshirishlari mumkin. Telefon qilib, bog'lanib, o'sha Bemalol viloyatdan bepul bo'lsa, konsultatsiyalar kazarmali bilan. maktabimizga albatta yotoqxona, ovqatlanishi, maktabi ko'chirib olib kelinadi, hamma sharoitlar qilib beriladi. Ha, deb maktabdan muammo bo'lmaydi. Yo'q. Attestatsiya o'zimiz beramiz. Zo'r. Davlat namunasiga attestat beriladi. To'g'ri, xususiy maktab, lekin davlat namunasiga attestat beriladi. Xotirjam bo'lishlari mumkin. Buni xotirjam Albatta. bo'ldi, gap yo'q aka. Bo'lmasa kelgusi videolarda qaysi mavzular bo'yicha ma'lumotlar olsak bo'ladi aka? Shular bo'yicha Xo'p, Xudo xolasa, kelgusi videolarimiz birinchisi biz niyat qilib turgan joyimiz bor. Bu huquqni muhofaza qilish akademiyasi to'g'risida. Yana bitta videomiz bu qizlarimiz uchun. Ya'ni bundan oldin Reels'imizda aytib o'tgan joyim bor. Bunda biz qizlarimiz uchun qaysi harbiy oliygohlar bor, kirishi, talablari, umumiy tushunchalar haqida batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. Bo'ldi, gap bo'lishib emas. E'tibor uchun rahmat. Rahmat. Va abituriyentlarga oxirgi tavsiyam bor. Hurmatli abituriyentlar, siz tanlayotgan oliygohingizda kirish balliga bitta e'tibor berib, shunga qarab tayyorgarlik ko'ring. Harakatingiz 180 ballga 1 yilda ulgura olmaysiz. Bu narsa garantiya aniq narsa. Chunki sizni tibbiy ko'riklar, boshqa narsalar bilan vaqtingiz bo'lmaydi. Shuning uchun doim tayyorgarlikda eng kam 2 yil qilsangiz, bemalol xotirjam ulgurasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.